Assalomu alaykum do'stlar. Rust dasturlash tilidagi modul 2 ga xush kelibsiz. Ushbu modulda biz Rustning eng muhim poydevor tushunchalari bilan tanishib chiqamiz. Bu tushunchalar sizga kod yozishda mustahkam poydevor beradi va keyingi murakkab mavzularni oson tushunishingizga yordam beradi. Xo'p, biz bu modulda nimalarni ko'rib chiqamiz? Xo'p, Rustda primitiv turlar, integer, float, boolean, charlar bilan ishlash. Bu yerda misol uchun agar siz Pythonni bilsangiz yoki birorta boshqa tillarni bilsangiz sizga tanish bo'lishi mumkin. String va str farqlarini va ular ustida amallarni bajarib ko'ramiz. Array va vektor bilan ishlash, tuple tushunchasi bor. Keyin Rustda unit tuple va funksiyalarni qaytarish qiymatlari bor. Print, chop etish va debugging usullari. Bularni ko'rib chiqamiz. Bu ham bizga muhim. Rustda o'zgaruvchilarni ko'rib chiqamiz. O'zgaruvchilar yaratishni ko'ramiz. Keyin biz Rustda kichkina loyihacha qilishimiz uchun bizga albatta shart operatorlari kerak bo'ladi. If else bilan ishlaymiz. Xo'p, buning uchun bizga kerak bo'ladigan narsa Rust dasturlash tilini o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, rustlang.org saytiga tashrif buyuramiz. Xo'p, get startedni bosamiz. O'zimizga kerakli bo'lgan faylni yuklab olib, ushbu usul bilan kompyuterimizga Rust dasturlash tilini o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Agar biz Windows ishlatayotgan bo'lsak, ushbu usuldan foydalanamiz, ushbu fayllarni yuklab olib o'rnatamiz yokida Linux operatsion tizimini ishlatayotgan bo'lsak, mana shu buyruqdan foydalanib Rust dasturlash tilini o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, do'stlar, menda Rust dasturlash tili o'rnatilgan. Xo'p, birinchi o'rinda bizga cmdga murojaat qilishimiz kerak. Cmd oynasi kerak bo'ladi. cd desktop. Xo'p, cargo new first project. Xo'p, shu o'rinda aytib o'tishim kerak. Cargo nima? Bu Cargo Rustning rasmiy paket menejeri hisoblanadi. Cargo orqali Rust proyekt yaratamiz. Cargo orqali run qilamiz. Cargo orqali kutubxonalar yuklab olamiz. Hamma ishimizni Cargo bilan bajaramiz. Xo'p, bizda birinchi Rust loyihamiz yaratildi. Endi biz uni ichiga kirib olishimiz kerak. cd first project. Buni Visual Studioda ochib olishimiz kerak. Code deymiz, probel tashlaymiz va nuqta qo'yib enterni bosamiz. Xo'p, bu cmd oynasini o'chirib tashlaymiz. Xo'p, default tarzda bizda main eras yaratiladi. Cargo paket menejeri qo'shimchalarida default tarzda yozib beradi birinchi kodimizni. Xo'p, Cargo toml fayli bilan tanishtiraman. Bu ya'ni Node.js'da ko'p ishlatiladi. Node.js'chilar, frontendchilar, backendchilar yaxshi biladi. pkjson fayli bor. pkjsonda siz o'rnatgan, ya'ni dasturingiz, loyihangiz haqida ma'lumotlar bo'ladi. Qaysi kutubxonadan foydalanilgan, qaysi npm paketdan foydalanilgan, qaysi versiyasidan
foydalanilganligi hammasi ro'yxatda yozilgan bo'ladi. Bizni cargo toml faylimizda ham xuddi shunday versiyalar yozilgan bo'ladi kutubxonalar bilan. Xo'p, chalg'imaymiz. Biz birinchi kodimizda yozmoqchi edik. O'zi yozilgan ekan. Biz buni ishga tushirib ko'ramiz. Hop, cargo run buyrug'ini ishga tushiramiz. Hop, bizda do'stlar hello world chiqdi. Hello worlddan oldin bizda mana shuncha ma'lumotlar chiqdi. Bu nima bo'ldi? Hop, dasturlash tillari asosan ikki xil bo'ladi. Kompilator va interpretator bo'ladi. Misol uchun JavaScript interpretator bo'lsa, kodlarni tepadan pastga qaratib o'qib keladi, qatorma-qator. Kompilator bo'lsa, birinchi butun boshli kodlarni o'qib chiqadi, keyin natijani chiqaradi. Bizni Rust dasturlash tilimiz ham kompilator, ya'ni kompiler dasturlash tillari oilasiga kiradi. O'shaning uchun bizni loyihamiz birinchi nima deydi? Kompiler bo'lyapti. Keyin binaryga o'girilyapti. Exe fayl bo'lyapti. Keyin avtomatik exe fayl run bo'lyapti va ekranga, ya'ni terminalga bizni natijamiz chiqyapti. Xo'p. Yana qaytarib o'taman. Bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Kompyuterimiz, ya'ni любой kompyuter, любой qurilma Rust dasturlash tilini tushunmaydi. Kompyuter faqat 0 va 1lardan iborat mashina kodini tushunadi. Biz yozayotgan Rust kodi esa shunchaki odamlar uchun qulay bo'lgan matn deb tushunishimiz mumkin. Xo'p. Rust dasturlash tili ishlashi uchun bu yerda biroz kompyuterim qotib qoldi, uzr. Rust dasturlash tili, ya'ni Rust loyihamiz bizni kompyuterimizda ishga tushishi ikki bosqichdan iborat bo'ladi. Qanday? Birinchi build bo'ladi. Keyin esa run bo'ladi. Build bo'ladi, keyin run bo'ladi. Xo'sh, birinchi bosqichda nimalar bo'ladi? Qanday build bo'ladi? Birinchi biz kodimizni yozamiz, Rust kodimizni yozamiz. Masalan, eng oddiy dastur. Main funksiya yaratamiz va println hello world deb yozdik. Eng oddiy funksiyamiz. Xo'sh, bu kod hali ishlamaydi. Chunki buni faqat oddiy formatdagi, ya'ni rs formatdagi oddiy fayl matni hisoblanadi. Shu sababli biz buni build qilamiz. Mana cargo run komandasi birato'la bizni loyihamizni build qilib, keyin buni run qilib ishga tushirib berish vazifasini oladi. Xo'p, build degani, ya'ni Rust kodni exe faylga aylantirish degani. Bu ishni Rust compiler, ya'ni nima deydi, Rustic bajaradi. Build tugagandan keyin bizda exe fayl paydo bo'ladi. Mana bu exe fayl. First project nomli exe faylimiz paydo bo'ladi. Bu target papkasida debugging qismida, mana debugging qismida bizni exe faylimiz paydo bo'ladi. Xo'p, mana shu joy juda ham muhim. Esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Kompyuter Rustni tushunmaydi. Kompyuter faqat exe fayl, ya'ni binary 0-1larni tushunadi. Xo'p, endi ikkinchi bosqichimiz run bosqichi. Biz exe faylni ishga tushiramiz. Qanday? Biz buni qo'lda ishga tushirsak ham bo'ladi.
targetga kiramiz, debugga kiramiz. Mana. Xo'p, terminalda ishga tushganligi uchun bir ishga tushib yo'qib ketdi. Xo'p. Boya aytib o'tganimdek, cargo run buyrug'i butun boshli proyekt loyihamizni tekshirib chiqadi. Agar xatoliklar bo'lsa chiqadi, chiqarib beradi, build qiladi. Build success bo'lgandan keyin, muvaffaqiyatli tugaganidan keyin birato'la loyihamizni run qilib, ya'ni exe faylimizni run qilib beradi. Xo'p, operatsion tizim shu vaqtni o'zida exe faylni xotiraga yuklaydi. Protsessor esa ichidagi buyruqlarni birma-bir bajarishni boshlaydi. Xo'p, shu vaqtda Rust tili yo'q, kompayler yo'q, faqat tayyor mashina kodi ishlayapti xolos. Mana. Mashina kodi ishlayapti. Agar shu o'rinda aytib o'tishim kerak, agar build xato bo'lsa, misol uchun keling, mana buni chiqarmay ketamiz. Agar build xato bo'lsa, bizga xatolik beradi. Mana bu joyda ikkinchi qatorda yopilmagan qaus bor. Qausni qo'y deydi. Mana xatolik yo'q va keyin avtomatik ishga tushib ketadi. Xo'p. Rustni asosiy qonun qoidasi shundan iborat. Rust shunaqa deydi, ya'ni tushunchasi shunaqa. Avval hamma xatolarni tuzatasan, keyin ishga tushirasan. Rustni asosiy tomoni shu. Rust xatosiz ishlashi kerak, birorta errorlar bo'lmasligi kerak. Bo'lmasa kodimiz ishlamaydi. Biz ya'ni kod yozamiz, keyin uni build qilamiz exe'ga, keyin faylni run qilamiz.